Boshqa ziyonlari ham bor. Gazi bor ekan, qorinni ham ortar ekan. Voy. Qoyillik. Ko'kchoydan bilan Sardor. Biz ko'kchoyga o'tib ketganmiz. Yo'q. Yaxshimisiz? 3 ta qanday oshqozonga sig'dimi hammasi hozir? Bu menimcha 2-3 ta video qilib qo'ysangiz kerak. Shunaqa qilamizda endi. Tezlashtirsak, to'kib yuborib, bo'sh idishni ko'taryapsan. Men bundan mana 5 ta ichaman kuniga, bir kunda 5 ta agar ichadigan bo'lsam, o'zimni majburlab, sразу skoriga ketaman. Pomosh chaqirishadi, qanaqadir xolesterin oshib ketadi, ko'tarilib ketadi menda qon bosimi. Shunaqa deb o'ylayman. Agar misol uchun buni bittasini ichib turib, buni bittasini ichib, zalimga borib, kami 100 kilolik toshlarni ko'tarmasam, kami 2 soat agar razminka qilmasam, ishlamasam, chiqarib olmayman buni kuchini. Chunki bu yurak qon tomirlarini kengaytirib yuboradi, nimadirlar qilib yuboradi. Buni katta kuch olganingizda katta ves bilan chiqarib yuborasiz. Deb baqirasiz, uyga olib. Bo'lmasa chiqmaydi. Men balkim shunaqa, mana shunaqa chiqmayaptimi ichib deyman-da. Mayli. Lekin haqiqatan to'g'ri. Hozir o'zlari ochib ichyaptilar. Qo'y. Hididan bilinyapti, ichmay qo'yganman. Turibsiz o'zi, hamma yozayotganlarni kommentlar o'qib turibsizmi? O'qib turibman, orasida hali bitta ikkita bo'shini ko'taryapsan deganlar bor. Yo'q, realli odamlar lekin siz haqingizda qayg'uryapti. Ko'rdingizmi? Odamgarchilikda. Hamma kommentni o'qib chiqdi, trendga chiqyaptilar videolar hammasi. Shu aytgan bo'lsa, boshqalarni qo'yasiz. Realli ana oshqozonim bor, g'ildirashni boshladi. Lekin bekorga emas. Bittada xidil bo'lsa. To'xta ichma. Tip pastanaqa keladi. Vizov. Xidilni sezonman o'zi ichmadi. O'zi boshqa endi o'shayotgan bo'lsa, to'xtalishni boshqa olib aka sizga qanaqadir подписчик yig'aylikda, bir 10 mingtami, 15 mingtami, 20 mingtami, 50 mingtami to'xtating. Bunaqa 100 kun qiyin. O'z sog'ligingizga baribir ziyoni bo'ladi. Baribir qarang, taurin, kofein, vitamin qanaqadir bir nimalari bor-da. Baribir ziyoni bor-ku, energetikani sal bo'lsa ham, 0.5% ziyoni bo'lsa ham, bir kunda bilinmaydi, 10 kunda bilinmaydi, 100 kunda katta natija olib ketadi-da. Ha, deb o'ylaysiz. Ha, подписка bosinglar, nimadir qilaylik, o'shandan keyin siz rozi bo'lib qaytib ichmang. Qaynaqchaga o'tib keting keyin. Agar sizga qanaqadir Guinnesslar kitobiga kirishingiz uchun qanaqadir pul-mullar berish uchun harakat qilmayotgan bo'lsangiz, qanaqa medal uchun yo joningizni jabr, qanaqadir nimadir uchun joningizni berishga arzimasa, buni ichgandan foyda yo'q-da. Shunaqa deb o'ylayman. Guinnessga kiramiz. Guinnessga kirasiz, bu ketishingizda, lekin baribir ham mayli. Haqiqatga o'xshadimi? Haqiqat. Endi bir o'ylanglar, xulosa qilinglar, lekin negativ kamroq yozinglar, qayg'urayotganinglarni ko'rsatinglar.